Mana o'rtoqlar, men YouTube'dan $2,5 ishladim. Bularda hammasi haqiqat. Siz ham menga o'xshab 2,5 5,000, hattoki $10,000gacha pul ishlashni xohlaysizmi YouTube orqali? Unda meni $200 turadigan kursimni sotib oling va boyib keting. YouTube'da, Instagram'da do'stlar mana shunaqangi bitta ahmoqlar chiqib qolgan, yolg'onchilar, moshenniklar o'zini kursini sotadi, shu bilan yo'q bo'ladi va siz hech qanaqangi natijaga erishmaysiz. Shunchaki pulingizni ko'kka sovurgan bo'lasiz. Bu yerda qanday yolg'on narsa ishlatilayotganligini sizlarga mana shu o'zimning YouTube kanalim misolida ko'rsatib beraman. O'rtoqlar, mana shu meni YouTube kanalimda analitikasida, mana shu meni kanalim va bu analitikasi, ya'ni qarang, bu yerda diapazon belgilangan 1-yanvar 2022-yildan hozirgi kungacha 25-yilgacha. To есть 3 yillik daromadida $2,463 deb ko'rsatyapti. Lekin bu narsa ham yolg'on narsa o'rtoqlar, yolg'on ma'lumot. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerda shunchaki mana bu nastroykasi bor YouTube'da. Nastroykasiga kiramiz. Mana bu yerda valyuta degan joyi bor. Urugvayskiy peso turibdi. Mana shu urugvayskiy pesoni mana qarang, mana bu yerda dollar США bor. Dollar SHga o'tkazamiz, saqlanib qilamiz va mana o'rtoqlar, mana shu haqiqiy natija, haqiqiy toza YouTube'dan kelgan summa. Mana diapazon o'zgargani yo'q, o'sha chislo turibdi. $60 ko'rsatyapti. Hozir mana yana bu nastroykani pesoga o'tkazaman. Mana urugvayskiy peso. Yana saqlanib qilaman va $60 mana $2,463 bo'lib qoldi. Hozir o'rtoqlar, ana shu YouTube'da shunaqangi bitta ahmoqlar chiqib qolgan, mana shunday 3,000, 4,000, 5,000, $10,000 ishlasangiz bo'ladi deb o'zlarini kurslarini sotyapti. Lekin bu umuman reallikka to'g'ri kelmaydi. Siz YouTube'dan O'zbekiston sharoitida hech qachon bunaqangi pullarni ishlay olmaysiz. To'g'ri, ular aytayapti, masalan, zarubejniy, masalan, amerikanskiy kanalga chiqish kerak, kontentga chiqish kerak deydi-da. Lekin amerikanskiy kontentga chiqish u вообще нереальный narsa-da. Chiqqan taqdiringizda ham sizni prosmotrlaringiz 100 million, 200 million, milliardlab prosmotr bo'lishi kerak-da. Shu taqdirda sizga mana shunaqangi haqiqatan o'sha $2,000-3,000 ishlashingiz mumkin. Lekin bu natijaga hamma ham erisha olmaydi. Agar u hamma erishganda hozir hamma blogerlar to'liq YouTube'ga o'tib ketgan bo'lardi-da. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, shunaqangi moshenniklarga ishonib qolmanglar.